Yo Alloh, o'rtoqlar, qaranglar, mana bu hovli shunaqangi chiroyli qurilgan ekanki, mana buni haqiqiy orzu, havas bilan qurilgan hovli desa bo'ladi. Hurmatli mijozlar, Yunusoboddan hovli qidiryapsiz, lekin narxlari qimmatli qo'yaptimi? Lekin bu xonadonni ko'rsanglar, ertaga yo yugurib kelishinglarni shunaqangi zo'r narx qo'yilgan 3.2 sotuv maydonda 16 metrli fasadga ajoyib bir loyiha bilan qurilgan hovli ekan. Hozir sizlarga o'lchamlarini ham ko'rsatib o'taman. Qaranglar, bu xonadonimizga o'zi ham 4 ta eshik orqali kirsa bo'lar ekan. Birinchi eshigimiz orqali kirganimizda 6 ga 560 o'lchamdagi hol kutib oladi. Do'stlar, qaranglar, mana bu hol orqali ham hovliga chiqsa bo'ladi, ham darvozaxonaga chiqsa bo'ladi. Hozir biz darvozaxonadan kirib keldik. Birinchi qavatda o'zida o'rtoqlar ikkita xonadan tashqari oshxona va hol qismlari. Mana bu mehmonxonani qaranglar. Voy, buncha chiroyli bo'lmasa, yaxshi niyatda bizga ham nasib qilsin-da bitta like bosib qo'yinglar. Darvozaxonaga chiqadigan eshiklarimiz bor, chiroyli bir stol-stullar, mebellar bilan jihozlab qo'yishdi, o'ziga juda ham yarashganda. Mehmonxonamizning o'lchami 7 ga 4 o'lcham ekan. Bu yoq tomondagi master spalniya bo'lsa, 4.30 ga 6.5 o'lchamda, o'zining ichida sanuzellari ham bor. Duoga otaxon xonlarimiz keng mo'l hovlilarda, xonalarda yashashlari uchun hamma sharoitlari bor ekan. Qaranglar, Alloh bizni ham ishlarimizni yaxshi qilib, ota-onamizga, bobo-buvlarimizga issiq suv, sovuq suvlardan muammosi yo'q, hamma sharoitlar ichida bo'lgan shunaqangi chiroyli hovlilar qurib berish, olib berish nasib qilsin. Hurmatli mijozlar, Hasanboy betonkada joylashgan bu xonadonimiz betonkadan 90-100 metr kiriladi. Ajoyib bir hovli, gastronomi orqasida Hasanboy arkani ro'parasidagi mahalla. Betonkadan shundoqqina 50 metr, 100 metr kirganda. Bu tomonda oshxonamiz, oshxona mebellarimiz stol-stullar bilan jihozlangan. Oshxonadan ham hovliga chiqadigan eshiklarimiz bor. Qaranglar, ham oshxonadan, ham holdan, ham mehmonxonadan hovliga chiqish-kirish eshiklarimiz o'rnatilgan bo'lib, hovli o'zidan ikkita eshigimiz bor. Oshxonamizning o'lchami 3.40 ga 6 o'lchamga ega bo'lib, qolgan xonalarni ham o'lchamlarini aytib o'tamiz. Patologiya balandligi aytib o'tgandek 3.30, eshiklar balandligi 2.5 metr hisoblanadi. Sifatli turk parketlari, turetskiy parketlar o'rnatilgan, qo'yilgan. Undan tashqari termo akfa romlari o'rnatilgan. Qimmat narsalar ishlatilgan ekan bu hovlimizda. Video oxirida hovlisini ham ko'rsatib o'taman. Albatta videomizni oxirigacha ko'ringlar. Havas qilganlar hozirdan like bosib, yaqinlarga tez yuborib qo'yinglar. Bu xonadonimizning narxini aytib o'taman, hayron qolasizlar. Video davomida eshitib turinglar. O'rtoqlar, lekin haqiqatda loyiha bilan aql bilan o'ylab qilingan ekan. Ikkinchi qavatimizda ham qaranglar, 560 ga 6 o'lchamdagi hol mavjud bo'lib, undan tashqari 5 ta xonasi bor ekan. Mana bu birinchi xonasiga kirganimizda gektar bo'lib yotibdi bu xona bor-ku. Kattaligini aytmaysizlarmi? 5 ga 7 o'lchammi bilmayman. Qaranglar kattaligini. Yotoqxonalari bor, bu yoq tomonda ichkarida yana bitta xonasi bor ekan. Uni ham bitta farzandingizga yotoqxona yoki o'zingizga bitta o'tiradigan mehmonxona sifatida foydalansanglar bo'lar ekan. Ko'cha tomonga qaragan oynalari turetskiy mana shunaqangi parketlar ishlatilgan. Ichkarisida bo'lsa ham garderob, ham sanuzellariga ega bo'lgan sharoitlar. Inshaalloh o'rtoqlar, Allohga oson duo qilib qo'yaveringlar. Yaxshi niyat yarim molda. Duo qilganlarni Alloh albatta duolarini ijobat qiladi. Hurmatli mijozlar, hozir hol qismiga qaytamiz. Qolgan 3 ta yotoqxonani ham ko'rsatib o'tamiz va video oxirida bo'lsa sizlarga ko'cha tomonidan va hollarni ko'rsatib beraman. Hurmatli mijozlar, uyimiz 1.5 g'isht bilan, qalin devorlar bilan qilingan, pishgan g'ishtdan imzo termo romlari o'rnatilgan, ya'ni g'ishti ham pochkalilarni ishlatishgan ekan. Aytib o'tgandek, noldan o'zlari uchun yaxshilab qurishgan ekan. To'liq uyni to'pli pollar bilan isitishadi, yetmaganiga radiatorlari ham bor. Tarket turetskiylar o'rnatilgan, eshiklari balandligi 2.5 metr, kanalizatsiyalari bor, mahallasi tupik, yetmaganiga asfaltlarni qilib qo'yishgan, to'liq 60% ni podval qilishgan ekan. Avtorskiy proyekt asosida qurilgan, xullas uyga gap yo'q. Bitta so'z bilan aytganda shu. Bu tomonda yana bitta yotoqxonamiz farzandiylarga bemalol o'ynab, dars qilish uchun sharoitlari ham bor. Hovlisiga qaragan oynalari qilingan ekan. 3.2 sotuvda qurilgan bu xonadonimiz aytib o'tganimdek Hasanboy betonkada joylashgan. Betonkadan
90-100 metr kirganinglarda gastronom magazinning orqasida joylashgan 16 metrli fasadi, ko'chalari asfalt qilingan, faqatgina bitta minusi mana shu qorasuv holatda fasadlari. Uni o'zingizlar bitkazib olsanglar ham bo'laveradi. Hozir ichkarilarini ko'rsatib beraman. Uzun bir darvozaxonasiga 2-3 ta mashina bemalol sig'adi. Hovlisini ham ko'rsatib beraman. Qaranglar, tapchanlar ham bemalol sig'ib turibdi. Mana bu o'ng tomondagi eshiklarimiz orqali bitta ro'parasidagi mehmonxonaga kiriladi, chap tomondagi holga, o'ng tomondagi eshik bo'lsa, hovlining hojatxonasi hisoblanadi. Qaranglar, bu yoq hovlisiga o'tganimizda yashil maydonlari qilingan, o'ng tomonimizda yozgi oshxonaga joylari ajratilgan va oshxonaga kiradigan alohida eshik va holga kiradigan alohida eshiklarimiz qilingan. 205 mingga shu xonadonimiz so'ralmoqda. Narxiga arziydimi yo'qmi, albatta fikrlarni qoldiringlar. Videoni bo'lsa yaqinlarga tezda yuborib qo'yinglar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bozor TV'da mana shunaqangi zo'r obyektlar berib boriladi.